Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Qashqadaryo viloyati santexniklarining bu safargi yig'ilishi Gulchon to'yxonasi bu seminarni tashkil qilgan kompaniya Leso kompaniyasi. Mana bular aktivist yo'q, aktivist. Fitinglari, turbalari hamma santexnika mahsulotlarga ishlatiladigan fitinglar olib kelingan bu seminarga boshlanish qilib kanalimiz kuzatuvchilari Qashqadaryo viloyati santexniklarining bu safargi seminari boshlanish arafasida. Bugungi tadbirimizga kelgan mehmonlar, biz 5 daqiqadan so'ng ushbu tadbirimizni boshlaymiz. Assalomu alaykum Ozod aka, yaxshimisiz? Bu safargi seminardan kutilayotgan yangiliklar. Qulaylik, ishlataylik, qani kiyim mahsulotiga baho beramiz. Shunaqa kompaniyalar ko'paysin, raqobat bo'lsin, bozorimiz arzon bo'lsin hamma mahsulotlar. Assalomu alaykum hurmatli usta va hamkorlar. Bugungi yig'ilishimizning asosiy maqsadi Leso Holding Group kompaniyasining yuqori sifatli santexnika materiallari bilan yaqindan tanishish va ular bo'yicha aniq tushunchalar berish uchun yig'ilib turibmiz. Bugungi kechamizni tashkil etgan inson Qashqadaryo viloyatining Leso Holding Group bosh distribyutori Elbek Xudoyqulov. Bitta qarsiga bo'lsin. Chet el hamkorlarimizdan Leso Holding Group bosh va Vova brendining bosh menejeri Mr. Tu hamda Mr. Yelar tashrif buyurishdi. Bugungi kunda insonlar uchun qulaylik yaratish, ularning farovon hayotini ta'minlash texnologiyadan boshlanadi. Har qanday infratuzilmada uy bo'lsin, ofis bo'lsin, ishlab chiqarish obyekti yoki kommunal tizim bo'lsin, eng muhim omillardan biri bu ishonchli suv ta'minoti va xavfsiz, ekologik, toza, uzoq muddat xizmat qiladigan energiya tejamkorlik kommunikatsiya tizimlarini qurishga va bu odamlar xavfsizligi hamda qulay hayotni ta'minlash uchun ishlab chiqarilgan zamonaviy yechimlarni mujassam eta olgan Leso Holding Group santexnika mahsulotlari va Vova brendining smesiterlari sizlar uchun taqdim etiladi. Bugun sizlarga Osiyoning eng yirik quvurlar va quvurlarni materiallarini ishlab chiqaruvchilaridan biri Leso kompaniyasi ana shu maqsad yo'lida kundalik hayot ko'zga ko'rinmaydigan, lekin eng katta ahamiyatga ega bo'lgan suv ta'minoti, issiq va sovuq suv tizimlari, ichimlik suvi sifati, sanitariya xavfsizligi kabi sohalarda ishonchli yechimlarni yaratib bermoqda. Leso kompaniyasining tarixi 1986-yilda Xitoyning Guangdong viloyati Shunde tumaniga plastik quvurlar fabrikasi sifatida ish boshlagan. Keyin esa 1996-yilda Leso brendi rasmiy ro'yxatdan o'tib, bugungi kunga kelib global qurilish materiallari va santexnika bo'yicha yetakchi guruhga aylangan. Leso 1986-yilda kichik plastik fabrikadan boshlab 40 yil davomida Xitoyning eng yirik polimer qurilish materiallari ishlab chiqaruvchisiga aylangan global sanoatga aylandi. Endi azizlar, barchangizni e'tiboringizni monitorga qaratamiz. Sizlar uchun Leso Group haqida bir nechta videolarni taqdim etamiz. Marhamat. Газа, обогрева полов, противопожарной защиты и сельского хозяйства, предназначенные для различных секторов жилых зданий. Shuncha gap o'tib ketdi. Shuncha gapni o'tkazib yubordim men.
Shu o'rinda ta'kidlab o'tishim kerakki, bizni o'zbeklarning o'zbekona odati har doim dasturxon ustida bir pera choy bo'ladi. Rahmat. Jon. Yaxshi. Uktamakani. İşler qiziq, faqat güzel. 2 soniyada Goga jamoasi 11:30 soniyada. 11:31 soniyada. Xo'p, katta tafovut bilan Yo'lbarslar jamoasi 7 soniyada g'olib bo'ldi. Asalamiz jamoalar. Tabriklaymiz. Mana shu bugungi o'tkazilgan taqdimot, delegatsiya va ressomni mana shunaqangi santexnika vositalariga nima deysiz? Hammalarga rahmat. Hammani ishiga rivoj bo'lsin. Hammalar xursandman, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat, mana haqiqiy g'oliblarimizga. Bu qanaqa sovg'a ekan? qatnashmanga xafa bo'lmasligi uchun hammaga zo'r sovg'a beramiz. Ishtirokchilarimizga, hamma ishtirokchilarimizga. Yutgan jamoadagi 5 ta o'tdik. Yutgan mana Hasan akamizni Yo'lbars jamoalariga 5 ta uch sovg'a qilamiz. Mana ishtirokchilar sizga keling. Sovg'alarni qabul qilasizlar. Hammasi albatta xonalarni, insonlarni xonadonlarda xizmat qilinglar. Qolgan jamoalarimiz ham o'z uylariga klublar bilan qaytishmaydigan bo'ldi. Aytmas jamoasi, Goga jamoasi a'zolariga zo'r. Logo kompaniyasini investitorlari. Gap yo'q. Mana Shuhrat akamiz gapirmoqchi. Avvalambor mana shu Assaka. kelgan erkaklarga rahmat. Mana o'g'illari shunday chiroyli davra tashkil etdi. Mana hamma ustalar yig'ib endi Qashqadaryoga hamma bir-birini taniymiz-da. Ustozlarimizga rahmat. Cherzdagi sizga sovg'alar orasida. Shuning uchun hammalaringga rahmat. Ustalar, nima deymiz? Shu Listo bo'ladimi, Amerika bo'ladimi, Yevropa bo'ladimi? Bizda bo'lmasa, bular bir tiyin bor. Aka, shuning uchun mana chaqirib, mana shunday qurbonlarni biz iloji bo'lsa, shu sotib berib, shu o'tkazishga harakat qilamiz, ishlaymiz. Shu daromad olib kelishga harakat qilamiz, shu Qashqadaryomizga. Reklama qilamiz. Shu Qashqadaryoda o'g'lonlarni avvalambor alangalik kuchli bo'lsin, zo'r bo'laylik, tam bo'laylik. Shuning uchun nima deymiz? Qashqadaryoning ustalari, santexniklar, Mo'min Adim bari, Toshkent, Qashqadaryo. Yashang. Rahmat sizga. Ya avvalambor hammaga assalomu alaykum. O'g'illarni uchun rahmat. Mahsulotni ancha ishlatib ko'rmadik. Ko'rmasdir sifatini bildik endi. Ko'rmasdir sifatini bildik o'zi. Qo'lni ko'tarib qo'ying bittasi. Nasib Xudo olsa ishlatib ko'ramiz, tavsiya beramiz. Hammalaringizga rahmat. Rahmat. Endi g'oliblarimiz hozir sovg'ani qo'lga kiritganlar eslarish uchun bitta foto suratlarga tushib olishinglar bormi? Qani. Bugun mana shu g'olib bo'lganlarimiz Hasan akamiz Yo'lbars jamoasi. Qanday o'tiblar, yaxshimi?